Golden Visa sizning Dubaydagi kelajagingizni kafolatlaydi. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun sizlarga Dubayda Golden Visa olish haqida haqiqiy, to'liq va yashirilmagan ma'lumotlarni aytib bermoqchiman. Golden Visa bu oddiy viza emas. Bu sizga va oilangizga 10 yil davomida Dubayda yashash, ishlash va sarmoya qilish huquqini beradi. Golden Visa olishning eng mashhur yo'li bu ko'chmas mulk investitsiyasi hisoblanib, agar siz Dubayda 2 million dirham, ya'ni bu ekvivalent 545 ming dollar va undan yuqori qiymatdagi mulkka egalik qilsangiz, Golden Visa olishingiz mumkin. Bu mulk tayyor bo'lishi yoki hali qurilish jarayonida bo'lishi mumkin. Agar siz hali title deed mulkiy hujjat olmagan bo'lsangiz, bu holda sizdan developer tomonidan, ya'ni qurilish kompaniyasi tomonidan berilgan OPUT yoki Statement of Account, ya'ni SOA deb nomlanadi, shuni talab qilinadi. SOA bu Statement of Account bo'lib, bu nima uchun muhimligini sizga hozir aytib o'taman. SOA bu siz developer bilan qanday to'lovlarni amalga oshirganingizni ko'rsatadigan rasmiy hujjat. Bu hujjat Golden Visa uchun sizning mulkka qilgan investitsiyangizni isbotlab beradi. Shu sababli SOA Golden Visa arizasining eng muhim hujjatlaridan biri hisoblanadi. Sizga Golden Visaning 5 ta eng afzalliklarini aytib o'taman. Bu faqat hujjat emas, balki barqaror kelajakdir. Birinchi afzalligi bu 10 yillik yashash huquqi. Bir marta olingandan keyin 10 yil davomida Dubayda yashash, ishlash va investitsiya qilish imkoniyatini beradi. Ikkinchi eng afzal taraflardan biri bu oilangizni olib kirish imkoniyatini sizga beradi. Turmush o'rtog'ingiz, o'g'lingiz agar 30 yoshgacha bo'lsa-da, qizingiz turmush qurmagan bo'lsa, cheklovsiz, ota-onangiz va hatto 3 tagacha uy xizmatchisini ham qo'shib olishingiz mumkin. Bu degani siz ularga bemalol sponsorlik qilish imkoniyatini beradi. Uchinchi eng afzal taraflardan biri bu erkinlik hisoblanib, siz istalgan kompaniyada ishlashingiz mumkin. Shuningdek, o'z biznesingizni ham boshlashingiz mumkin. To'rtinchi eng afzal tarafi xavfsiz va barqaror hayotdir. Dubay dunyodagi eng xavfsiz shahar sifatida tanilgan. Bu siz va oilangiz uchun katta kafolatdir. Va beshinchi eng afzal taraflardan biri bu moliyaviy imkoniyatlardir. Bank hisoblarini ochish, investitsiyalarni kengaytirish, farzandlaringizni eng yaxshi maktablar va universitetlarga joylashtirish imkoniyatini sizga taqdim etadi. Qadrli do'stlar, sizlarga keyingi kontentimizda shu Golden Vizani olishda yashirin xarajatlar va jihatlarini yoritib boramiz. Albatta, sizga agar ko'proq ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga direktdan aloqaga chiqing. Hozircha xayr.